أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، وبه إليه أبواب الزكاة. وبه إليه وبهذا السند إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني قال رئيس باب زكاة المال. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال محمد: وبهذا نأخذ من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة، وتلك 100 درهم أو 20 مثقالا ذهبا فساعدا، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعد ما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن حسيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه مثله من الدين عليه زكاة؟ قال لا. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. بركشنا مثلا başkalığa kazıba, kolda iktisadı var. Zekat kilemli kemmem diyen mesele. Ulemalardan bazıları mesela İmam Şafii bir rivayette karız dolap kalsa bu zekat verişine tosanmaydı dedi. Kolda mesela 10 bin dolar olsa 10 bin dolar verişi var. Azir bağımsız mı mesela erteki birden olsa zekat veriyordu dedi. İmam Ebu Hanife mesela anın verişi olsa 10 binin şunu verişke udullayımız. Kolda eşkandan mukammam buldu. Nağınki zekat kemmeydi. Ya da Osman ibn Affan radıyallahu anhu şunda da hada şehru zekatikum. Yani şu çağlarda mesela Şaban ayında ya Recep'te ya ki Ramazan'da köpünç kişiler zekat verdiğin bir ay battı da karısak işte zekat verdiği ay bu. Şaban ayında bir olsa Ramazan'da kişiler mesela iftarlık zorluk tayar edilgamında ahıl boğanıken Şaban'da bir vesse kim bakalım zekatını elep Ramazanlık ve yemek içmek tayarlık kılalaydı deyilgamında bir buluşu mümkün. Femen kan aleyhi deynun felyuaddi deyne. Kimin kazı olup kalsa kazı bir vesson. Kazı bir vetkenlikin hatta tahsula emvalukum. Kazı bagenlikin kolda sap iktisat kalıyorsun ama benim kolamda manç bir iktisat baken dep sap iktisadını hesaplayabilirsler. Hesaplagandan onun zekatını birisler deydi. İmam Muhammed deydi, biz muş qarashini tutamiz. Kimning qarzi bo'lib qolsa va qo'lda iqtisod bo'lib qolsa, oldidan qarzini qo'ldagi iqtisoddan bir o'tadi. Yoki beraman deb hisoblaydi deydi. Bu ehtimolin bormi? Mesela hozir bormisiz masalan 10 kundan keyin, 15 kundan keyin berishi mumkin. Fa in baqiya ba'da zalika ma tajibu fihi az-zakatu fa fihi zakah. Qarzini berib bo'lgandan keyin yoki qarzini hisoblab, qo'lda qolgan pul nisobga yetib qolsa, zakat keladi. وتلك 100 درهم زكاة نصابه كمشتن 200 تنگه أو 20 مثقالا ذهبا فصاعدا ياكي 20 مثقال yani 20 مثقال 85 gram altın deyimiz lazım. Bir مثقال 4 gram çarek, bir dinar yani. Ve in kana allazi baqiya aqalla min zalik, qazni bir pulap, qolda qoldigan iqtisod, aşı nisabdan az bo'lib qolsa, بعدما يدفع من ماله الدين قازن bir bo'lgandan qapqog'ini nisabdan tuvan bo'lsa, nisab yetmagan bo'ldi buning hisobi. Uning zakat yo'q. Va qawl Abi Hanifa. 3-rivoyatda an rajulun lahu malun alayhi mithluhu min ad-dayn. Alayhi zakat qala la. Mushtabi'i shunda javob bergan. Biz 10 ming dollar hisobi varken 10 ming dollar birisiga berish qarz varken zakat kilamda bo'lsa yo'q. Chunki buning qo'lda hisob yo'q hisobda. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. İmam Şafii demek ki bir rivayet. Peki İmam Şafii yani bir rivayette kaz olup kalsa zekatını verişi lazım. باب ما تجب فيه الزكاة. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة ولا فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة دون 5 زود 5 زود من الإبل صدقة قال محمد وبهذا نأخذ وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك إلا في خصلة واحدة فإنه كان يقول فيما أخرجت الأرض العشر من قليل أو كثير إن كانت تشرب صيحا أو إن كانت تشرب صيحا أو تسقيها السماء وإن كانت تشرب بغرب أو دالية فنصف العشر وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد ما تجب فيه الزكاة يعني قندا مال ملكلerde zekat vacip buludu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan bu hadis Seyyid Bukhari Müslim'de var. Leysa fîmâ dûne 5 awsuqin minat temri sadaka. Vasak degan 120-2,5 kilo kildigan bir egirlik. Yoğan bir tağa mesela. Vasak. Bir vasak. Yani 5 vasak 612,5. Yani Cumhur'un ve Hanefi mezhebinin o'tirdiki sa'ning ig'irligi bunda ixtilofni qilsak bir qarashda 612,5 kilo, bir qarashda 630 kilo chiqishi mumkin. Wala fima duna 5 awaqin min al-wariqi sadaqa. Varaq degan kumush bir uqiya 40 tanga. Davomli 200 tangadan tuvan olib qolsa, kumushda zakat kelmaydi. Bu 200 tangani hisoblasa balki 500 necha gram, 600 gram kumush chiqishi mumkin. Şunjutda bazı ulamalar 600 gram, 500 necha gram kumushni hisoblab, bunda iqtisodiy bolalar zakat qildi degan. Davlab qolsa, kumush nisobida asla 600 gram desak, 1 grami 4 koydan bo'lib qolsa, 2400 koyma. 3000 koydak puli odam zakat qildi deydi. Oltinni hisoblsak, 20 necha ming koy chiqishi. Yani 85 gramni 300 koydan ko'paytsanlar, 30 ming koyga yaqin biznesi chiqdi. Tamam, qo'limizni Ya. Yo'q, uning da dal oltinning bahsi bilan o'xshash chiqish kerak emas. U o'zining ayrim nisobi, nisob ayrim hozir. Lekin oltinni hozir masalan 20 ming koy degan bilan, burun tushib ketgancha 1 kilosi 60 ming koydi. Masalan 7-8 yil, 10 yil ilgari 12 ming dollarga olgan masalan 1 kilo oltinni. Hozir 30-40 ming dollar, 60 ming dollarga chiqildi. Daha şu çağılda beraber kelishi mumkin. Lekin beraber kelsin kam bo'lsin, onu olmasa o'rlab tushib turgan narsa, bu mevchining nisobi ayrim bo'ldi. Bir adam temir dedi. Temir deganlik shu chaqda Madinada ko'pincha mahsulot temir bo'lganlikdan. Yoki shu chaqda so'g'an kishi qavmininkini so'g'an bo'lishi mumkin. Uning boshqasi bo'lsa shunday. Uni zakat kelmaydigan mevchilar ayrim bo'lsin, lekin zakat qilgan temir bo'lsin, boshqaning bo'lsa o'xshashi mumkin. وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. زود deganmi 5-6 shu sonini ko'rsatgan so'z. Yani şu 5ga ta'kid desak bo'ldi. Tugidan 5 bo'lsa zakat bor, undan az bo'lsa zakat yo'q dedi. Bu meva va kumush va tugininki nisobini belgilagan hadis. İmam Muhammad va bihada naqdu mushqaraj tutmas. İmam Abu Hanife mushqarajni tutdi, lekin bir masalada buni olmaydi. Fa innahu kana yaqul fima akhrajatil ardul ushr. Zimindan oldigan ziraat va mevchi mahsulotida undan birini topshirish kerak deb qaraydi dedi. Evet, ondan biri topshirish masalasi o zimindan chiqadiganida o'xshash, lekin az bo'lsin, ko'p bo'lsin, 5 vasaq deganda bir nisob nimasi yo'q. 1 vasaq bo'lsin, 2 vasaq bo'lsin. Ağın nosulunu şunda qarablan 10 tağa olsa kaç bir tağanı 10 kilo 1 kilo anlamında ayrıydı deydi. Çünkü ayette ne de mimma akhrajna lekum minal ard ve atu haqqahu yawma hasadih degandek umum lafzli bo'lg'achqa İmam Abu Hanife şu umum lafzini olgan. Yana ba'zi hadislarda fima akhrajatil ard aw kana athariyan fa fihi al-ushr wa fima suqiya bin-nadh ففيه نصف العشر يعني umum az köpükün belgelendiği hadisi gelgen bu başka Abu Hanife nisab belgelemedi ziraat mahsulatıyla. İmkan taşrabu sayhan degan iqin sulardan yoki bulaq sulardan sug'urilgan bo'lib qolsa, aw tasqihan as-sama yoki yomg'ir suvi, ya'ni qush ketmaydigan bekaliq suvdan sug'urilgan bo'lib qolsa,
ondan biri 10% zekat. Ve in kanat tushrabu bi garbin aw daliyatin fa nisful ushr. Eğer çilek bilen su to'shib daliya deganmi yo chaqpilak deb bir narsa yoki yo'g'on tung bir narsani masalan to'giga yutib arg'ilog'ini qilib to'shiydigan yoki quduqqa ag'amchi bilan chilakni qilib bir tarafini uloqqa bog'lab har tarafiga yetsak suvni tortilgan shunda bir vasila orqali sug'urlan bo'lib qolsa daliya degan bir xil cho'ng tungda ekan kala ishiltib suv to'shiydigan cho'ng tung unda bo'lib qolsa bu chog'da 5% zakat qildi. Lekin az olsun ko'p olsun kilaverdi deb qaragan. Bu tabi'illardan İbrahim an-Nakhai Mujahidning yana Umar ibn Abdulazizninki qarashi. باب المال متى تجب فيه الزكاة. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكي فإذا وجبت الزكاة في الأول زكى الثاني معه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وإبراهيم النخعي. Qo'lga kirgan iqtisod bir yil vaqt o'tsa undan zakat keladi. Demak, mishada ishtiratul hawl masalasi. La tajib fi malin zakat. Yani fi mal degan zakat berildigan mallardan, zakat kildigan mallardan qanday bir mal bo'lib qolsa, bir yil o'tgandan keyin undan keyin zakat keladi. Hawl degan bir yil. وبهذا نأخذ وقول أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكي إلا يكتسب مالا. Fakat lan bir meselede biz qo'shimcha bunda qaraymiz. Qo'lida masalan dollar bor ekan. Bu bir yil bo'lgan dollar desak, buning orliqida 6 oy bo'lgan, 2 oy bo'lgan, 1 oy bo'lgan shunda kirim qilgan dollarlar bor. Dollarni qetib Yani her bir qilgan kirimni ayrim ma'noga bir yil o'tmadi deb unda hisob olmaydi. Masalan, bugun $500 topdi. Bugun chislanizik bugunga udlab unda ayrimni qilolmaydi. Kunda her soatda pul kirib turishi mumkin. Shuni shu ana sarmoyaga bir yil o'tgan, her yil bir qilayotgan iqtisod ketiblan. Buning ba'zisi 30 kun, ba'zisi 2 oy, ba'zisi 6 oy bo'lgan pulni bor shunda. Yani qetibimiz billi zakat turdi. Lekin jinsi o'xshash bo'lsa, yani shu dollarimiz. Pul. Fa idza wajabat az-zakat fil awwali tuzakka ath-thani ma'u. Lekin bir yil o'tgan hisob zakat kelgan chaqda uning qatlab olib qolgan pulg'imi shu chaq zakat berib o'tadi. Va huwa qawl Abi Hanifa rahimahulloh xilafan lish-Shafi'i deymiz. İmam Shafi'i her bir kirimninki yilini ayirib tutish lozim deydi. Bu mümkün bo'lmaydi. Ba'zi birlarida mümkün bo'lishi mumkin. Lekin tijoratchilar, bu pul topadigan kishilar unda ayrim hisoblab bo'lmaydi. Yani her yili mesela Ramazonda zakat verish munosib desak, yaxshi desak, Ramazonda qo'ldagi baqsan hammani bir hisoblab, qarzini chiqarib o'tib, boshqa ilishimizni pulimiz bor pul hisoblab turib, mesela 1 million pul ekan desak, shu 1 millionga zakat beramiz. Bu 1 millionning ba'zisi 10 kun, ba'zisi 2 oy bo'lgan pul bo'lishi mumkin. Müşan kolay. Bunda qilmay chora yo'q hozir. Abu Hanifa'ning qarashini tutmay chora yo'q. Chunki oyat bu shundan murakkablashib, sizlashib ketdi. Unda burunqi oddiy sodda oyat yo'q hozir. Oldirib keldizda masalan, O'zbekistonga qaslar bilan boshlaydi. Hozir O'zbekistonga sundirilgan qo'lqon yo'llarida qattiq o'tiryapmiz. Pulidan bo'lsa, chiqim bilan kuch ketadigan pul ketadigan ish bo'lib qolsa 5%, 20dan biri. Vatanda shunday hozir. Ziraatnikini bir yil deb hisoblaymizmi? Yo'q. Ziraatni qachon usul chiqqan chaqdalam, yil 2 qatim usul oldi, 3 qatim bo'lsa, har qatim usul olgan chaqda va atu haqqahu yawma hasadi. Zakatni bir yil o'tgandan keyin unutib qolgan bo'lsa, shu bir yil bo'lgan chaqda o'tgan yilda zakat berib shuni bir yil bo'lgan chaqda zakat berib unutib qolibdi. Kichikchadan keyin hamma zakat olamiz deb kelgan bo'lsa, Shu chaqgacha berib o'tish lozim. Shu kelgan vaqtini hisoblab O'tgan bir yil bo'lgan chaqdagina aniq belgilay olsa, shuni berdi. Unda belgilamasa shu qo'ldikiga berdi. Balki qo'ldikisi olib qolishi mumkin, kamayib ketishi mumkin. O'g'an kunda beronlar degan qaraganda olmaydigan narsa taqdirlash bo'lmaydi. Yo'q, u hasad degan
şu usul ağını gösterdi. Uğraşlamaması. Yani bunun tafsilatını ihtiyardan bilib olgaysizlar. İhtiyarını okusanlar kitap zekatını şu çağda çıkılan. باب الرجل يكون له الدين وهل عليه فيه زكاة. Babun diyetip ar-racul derler. Ama ar-racul desek babun ar-raculu ya ki babur raculi باب الرجل يكون له الدين وهل عليه فيه زكاة. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم قال قلت هل فيه زكاة؟ قال القاسم إن أبا بكر كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا سلم إليه عطاءه. قال لا لا مثلا لا وإن قال لا سلم إليه عطاءه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أخبرنا مالك أخبرني عمر بن الحسين عن عائشة بنت قدامة بن مزعون قدامة بن مزعون عن أبيها قال كنت إذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان رضي الله عنه عفان رضي الله عنه سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ عن من عطائي زكاة ذلك المال وإلا دفع إلي عطائي. يكون له الدين عليه في زكاة. Başkılığın ilişi var mı? Bayatın kısa başkılığı berişi vardı. Başkılığın ilişi var kişi. Şu pulu zekat veramda demek için. Qasim ibn Muhammed, fuqaha sab'dan, Qasim ibn Muhammed ibn Abi Bekr. Şundan sorapta şu alimden. An mukatibin lahu. Bunun bir mukatibi var ki, mukatibini bizde de mesela kulu var. Kululan tohtamlaşıp, sen bana manç pul tep ekip versen, sen azat diyen bolsa. Mesela manç yılda değişim mümkün, ya ki bıraklam değişim mümkün. 2 yıl içinde mesela 10 bin dolar ekip versen, sen azat diyen bolsa. Bununla tutuşuptu. Bu mukatibcik pul tapkan demken, o 10 bin dolar manç yıl deyen gapni koyup, bunun ornuna 50 bin dolarını naqsanay. Hazırlam azatullah isim maquldur. Bimalin azim. Qala qultu hal fi zaka? Müşon zakat kilamdo? Qala al-Qasim. İnne Ebu Bekir'in kana la ya'khudhu min malin sadaqatan hatta yahul alayhi al-hawl. Demek 50 bin dolar naqshidi bunun qulga. Şigen eken zakat kilamdo bunun qalsa Ebu Bekir 1 yil o'tganda unda zakat oladi. Yani 1 yil o'tsin demekçi. قال القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم أعطيات degan kişilerinki maaşları belgelengen aşının pulu var. Hazırın pul deymiz ayette. Tuan turmuş kapalet pulu. Dibo. Şu çağda şu Hazret Abu Bakr, Ömer, şu halifeler aşında maaş ve nima belgelegen. Bular mesela Hazret Ömer'in zamanında divan bütün şu kişilerin nüfuslarda tutup kılıp her bir kişinin asker olup kalsa askerinin maaşı var mücahidinin aile tavabatı bildiğin maaşı var. Onundan eşip her bir insan adette özünün turmuşuyla bunda yaşavatkan kişiye bayları olsun mu tıkı, bay olsun mu? Her bir aileye maaş bildin. Maaş belgilegen. Tuan turmuş emas, yuqur turmuş olsun. Her bir insanga bunda belgilib etken. Tek bunun hazır insaniyatda yetip bakmadı yani. İkinci katım bunda bir seviyeye yetip bakmadı. Baklamanda qiyinchilik xallığa, namratlığa taqtığı ahval var. Aşında maaş ve aşında tartıqlarını bergen vaqtida kulağında zakat vacip bolgan 1 yil o'tganida pul bormi deb so'raydi. Ha desa zakatni oladi. Çünkü zakatni odatda xalifa yig'itdi. Ve in qala la yaqmunda boshqa pul yo'q desa qo'li bilan berib o'tibdi. Demak, birdigan pulda agar qo'lda hisoblab qolsa zakat birdigan pul bo'lsa, birdigan pul bilan tutib qoldi ekanda buni. Dağınki muşumu nimini köstüdü, zakatını bergen çağda aşın niye şart degende bunda şart yok mu? Çünkü Abu Bakır'ın qo'ldagi pul hazır, u kishi zakat niyat qilib bergan pul emas. Uni bermoqchi, lekin berishligida agar menga topshirgan zakatim bo'lsa, shuni hisoblayman. Undan keyin masalan qarzni zakatga hisoblashni biz istaymiz. Jiq ishlardan shuni
farkı buldu. Ve huve kavlu Ebi Hanife. Yani Ayşe binti Kudamet ibn Mez'un. Kudamet ibn Mez'un şu Osman ibn Mez'un'unki qirindişi ashabının. Medine'ye dastlab kelgandikilar vafot bo'lgan sahoba. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir toshni ko'tarib ustiga qo'yib qo'y desa, sahoba ko'tarib o'zi ko'tarib qabrisining ustiga qo'ydi-ku. Ata'allamu biha qabr akhi va adfunu fihi man mata min ahli. Rasululloh tuqqan kelgan sahoba. An abiha, yani Qudama ibn Maz'un sahabidan قال كنت إذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ Yuqori qildik. Abu Bakr o'xshash, mush xalifa shu yo'lni tutib mangan. Hozir bu bab bilan munosabat qanday o'zarmish shuni? Mush rivoyatning munosabati. Hozir boshqildan oladigan qarz bo'lib qolsa, zakat kelamdi degan masala. Yani shu bab hozir rivoyat qilgan hadislarga tushamdi. Shu muqaddatni qarzda muqaddatda elish bo'lganligi. Belki şu Abu Bakr bermekçi olan pulunu şu kişi Abu Bakr'da alırdı o şu maaşını. Şunu mu mesela iktisadım da durup şunun zekatını veremdi o. Demezseniz onun zekatını vermeden puldu ki pulun zekatını ağandık. Şuna ama her taraftan düşüşü mümkün. Babu zekatul huli. باب زكاة الحلي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزكاة. قال محمد أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حال إلا أن يكون للتجارة، وأما ما كان من ذهب أو فضة ففيه الزكاة على كل حال إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلغا فلا يكون في مالهما زكاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Zekatul huli ayolların altın esvapları, altın, gümüş esvaplarının zekati. Hazreti Ayşe radhiyallohu anha qirindişi Muhammed ibn Abi Bakr'ninki yetim kızlardan xabar aldı. Muhammed ibn Abi Bakr diyorsun ama Al-Qasim Muhammed ibn Abi Bakr'nin oğlu. Al-Qasim ibn Muhammed. Fuqaha sab'a. To'la ismi chiqdi o kitobda. Al-Qasimning hemşirlerden xabar aldı ekan. Lahunna huli, onun altın esvapları var. فلا تخرجوا من حليهن زكاة. İgvoga adam da şula qaraydigan adam şunun zakatını berip qo'yish kerak deb u o'zi bermagan ekan, berip qo'yish kerak deydigan birinin bo'lsa, onun zakatını bermaydi ekan deydi. Yani bir adam nima uchun zakatını bermagan desa, çünkü kichik bolalarga zakat berish vojib emas deb qarasak, u zakat kelmaydi deyish mumkin. Nima uchun degan chaqda Hazrat Oyshadan zakat kelmaydi degan qarashni rivoyat qilingan. Undan keyin buni deb tushunmaysa kichik bolalarga, narisida bolalarga zakat vojib bo'lmaydi. Zakat vojib bo'lmagan ekan, u xavolatgan bolaning iqtisodining zakatini ayirib qo'ymisin bo'ldi deb tushunsak bo'ladi. Mana Ibn Umar radhiyallohu anhu kan yuhalli banatahu va jawariyahu. Ularga shunda nima taqab qo'ydi. U kichik bolalar. Qal Muhammad amma ma kana min huliyin jawharin va lu'li'in altın kümüşten başka göher, mervayet, almaz. Bundan nasıl olsa bizimnet feleyse fi zeka ala kulli hal. Onda zekat yok. İlla yekuna lit-ticaret. Elbette ticaret maksadı dükkanda koyup satılgan, anda göher, mervayet, almaz olsun, bolsun, onun zekat kilodu. Lekin ma'lum da işletilgan boyuna taqaydan qulluq saldırgan esvaplar. وأما ما كان من ذهب أو فضة ففيه الزكاة على كل حال. يعني تجارة قيسون ياكي أزي إشلسون من زكاة كيلو ربع العشر يعني إشكيرم برسن كيلو. إلا يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلغها. يتم بالله نمسوا يتم دقاسلا شو بلاغت يتمجلا لم يبلغها دب تكلب قبته. Bunda olab qalsa, bunun mal mülkida zakat kelmaydi. O Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine qarşı. Undan ki rivoyat qilingan asarligimi bu shudir. O yetim bolaga, kichik bolaga bunun zakat kelmaydi. Ana yana bir rivoyatda tajiru fi malil yetim hatta la ta'kulu as-sadaqa deb kelgan. Buni yetim bolaning kichik bolaning zakat vojib bo'ldi deb qaraganlar dalil qilgan.
Lekin ba'zilar hatto la ta'kula sadaqa degan so'zni nafiqa deb tushunib, bolalar xarajat qilib hajlab mansa oxir tugab ketadi. Shunga tugab ketishning oldini olish uchun tijorat hisoblanglar bir tarafdan olib tursin deyish mumkin. Lekin ham shu oltin asbob masalasida ba'zi ulamolar, masalan Hanifi mazhabda zakat vojib dedi. Shunama buning dalillari intayin kuchli. Masalan, siz zakatni ado qilamsiz dedi. To'm oltin bilezik silib kelgan sahoba ayollarga zakatni ado qilamsiz ma'nosi yo'q desa, qiyomat kuni Alloh taolo qulingizga o'ttin bilezik silishni yoqtiramiz degan. Masalan, shunda dalillar orqali oltin asboblar zakat qiladigan qarash kuchli. Oltin asbobga har yil zakat berish lozim. İmam Şafii rahmetullahi alayhi normaldan eşip ketmese zakat kelmaydi degan. Mesela İmam Ahmad normaldan eşip ketib qolmasa kelmaydi. Ba'zilar bir qatim bir vassa undan keyin ba'misin bo'ldi. Ya'ni normalda eşip ketishmasini biz o'lchigil bo'lmaydi. Bu normal nima bilan o'lchindi? Masalan ba'zi ayollar Saudiya Arabistonida masalan buning 10 kilo 15 kilo oltin bo'lishi mumkin, oltin asbor. Bizning vujudda masalan 500 gram 600 gram bo'lishi mumkin. Yani bir ayolning masalan normal 500 gram 600 gram bo'lib, yana bayologik ketib qolsa 3 kilo 4 kilo chiqishi mumkin. Buning misli tutumsiz. Chunki nima bo'lmagan ekan bu pulga ishlatilgan modda bo'lmag'achqa buni chiqarayotgan. Bu oltin kumush odat pul. Pulni cho'qim ishlatibdi deydigan bir nima bor shariatda. Pul kishilar qo'lma-qo'l almashib, jamiyatda iqtisodiy rolni joriy qildirish lozim. Buni yig'ib u badaniga chaplab olsang yoki besib sanduqqa to'plab olsang bo'lmaydi deydigan. Shunga bu ikkisini ayrim qaraydi. Qanday? 20 misqal nisob. Zibnat o'lcham bor, shu 20 misqal. Shuni yassa degan nisob shu o'xshash. باب العشر أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان يأخذ من النبات من الحنطة والزيت نصف العشر يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القنطية العشر قطنية من القطنية قطنية العشرة. قال محمد يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية كان أو غير قطنية نصف العشر في كل سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كله. وكذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زياد بن حدير وأنس بن مالك رضي الله عنهما حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. زياد بن حدير تابعي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمل تزغلادن. باب العشر مش هذا عشر باج سلقلا، باج سلق الله اسمه عشار ده. Bu tamujna bajları emas, ticaret bajları degan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu, ana Umar kana yahudu minan nabati. Nabat degan aslida burun hozirgi shu Iordaniya, Shamda turgan ayrim bir millatning nomilab, keyincha Madinaga kelib ketgan turli kashna millatlarni nabat deb atib etgan. Minal hintati va zayti nisfal ushr. Buğday, yağ, guruj degandek shunda narsani elib kelsa, bo'ldim 5% zakat oladi. Tamujna beji oladi. Yuridu an yukthiral himla ila al-Madina. 5% edishida asli 10% edish lozim-da. Lekin 5% da to'llatib Madinaga oziq-to'likni jiq kason, foydalimiz deb jiqroq akason deb 5% ga to'llatgan. Va ya'khudhu min al-qitniyati al-ushr. Boshqa ashliqlardan, masalan buğday bilan mayni ayrim qilib 5%, shu buğday bilan may Madinaga ko'proq kirsin deb yengillatibdi. Lekin undan boshqa dalliq ashliqlardan qitniya degan dalliq ashliq 10% deb bekitgan. Qala Muhammadun yuqadu min ahli zimmati mimma ikhtalafu fihi lit-tijar. Ikhtalafu fihi lit-tijar ixtilafa degan odat berib kelishni ko'rsatgan so'z. Kan yaxtalifu ila fulan deymiz. Falanni qashqa berib, ilm olibdi, berib keldi deganda ixtilafa deydigan ibora bor. Muxtalafu fihi lit-tijar. Tijoratga berib kelib turadigan ahli zimma bo'lib qolsa, ayni dalliq ashliq olsun yoki boshqa turli narsa bo'lib qolsin, yo'q o'xshash masalan. Boshqa narsa bo'lib qolsin, rahmasan. Tovar bo'lib qolsin,
Ahli zimmadan 5% bajarıldı deydi. Yani yıllık başken bu. Ahli zimma İslam devletinin fukarası olgaçka bunu 5% aldı. Ve min ahli harb, hem de o toxtanma yok, başka bazı uruşup duruyotgan düşman devletlerin kelgen ticaretçilik olsa, İslam diyarıga vizelik kirse, şu çağdaki amanla şu anda amanlık olarak vize bergen bolsa, el-ushra min zalika kulli 10% alıttı tuluq. Ahli zimmadan farqliqim. Buldan çıkra kaldı iken. Ve kedalike Ömer ibn Hattab, Ziyad ibn Hudayr ve Enes ibn Malik. Bu işkeylen Hazreti Ömer'nin təlgi əməldarları Kufa Basriga. Bajgilik qiyoatib iken bunu. Aşulığıma aşunda tapılıb iken. Mama türlükten 5%, mama türlük 10% alsa. Musulmanlıdan amgan boluşu mümkün. باب الجزية أخبرنا مالك حدثنا الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس البحرين الجزية وأن عمر أخذها من مجوس فارس وأخذها عثمان بن عفان من البربري. İslam devleti zürül tepilganda Müslümanlardan baj ve nima eriş mümkün. Lekin zakat algandaki aslında zakat aş bajning o'rnida devlet topshirilgan baj hisobida bo'lgan. Lekin ahli zimma ve ahli harb bo'lib qolsa, bular hamda ahli harb bosh davlatdan mal akilib setib ketgan bo'lsa, musulmonlar boshqa davlat ko'rib qolsa, bundan ashuna bajarildi. Shuni ba'zi nimalarda xalifalmo o'xshash muomala qilamiz deb misillama deymiz. Boshqalar bizga qanday muomala qilsa, bizning tijoratini berib mal satsa, manch pul bajaradigan bo'lsa, manch persen, biz bu onun ticareti kelsa, manch persen bajaramiz deydigan bajbatdi. Babul jizye. Bu jizye İslam devletinde yaşaydigan mecus ve ahli kitaplığa qarta her bir adamga belgilengan baj, adam beji hisobida. Bunun qarshilığida bular İslam devletiniki himoyasi asıl bo'ladi, qo'g'daydi, amallik qiladi, boshqa odamlardan bahramand qiladi. Mecusul Bahreyn, Bahreynning mecusilari atashparastlardan jizya olgan deydi. Ömer radhiyallohu anhu İranning mecusilaridan olgan, Osman radhiyallohu anhu berberlardan olgan. Berber degan hozir shu Algeriya va Liviya, Tunislarning janub tarafida yashaydigan bir millatning nomi. Shimoliy Afrikadagi. Shu chog'da futuhatli bo'lgan chog'da shu yo'ldan jizya olgan deydi. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الورق 40 درهما وعلى أهل الذهب 4 دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية. قال مالك أراه يؤخذ من أهل الجزية في جزيتهم. قال محمد السنة أن تؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nima o? Ömer radhiyallohu anhu darabal jizye, yani bekitdi demekçi. Jizyeni şunda bekitdi. Ala ahlil variqi kumush pul işletidiganlarga, mesela İranlıklarda kumush pul işletidiganlarga 40 tenge. Mesela dollar işletidiganlarga 40 dollar. Yen işletidiganlarga machiyen degandek. Ve ala ahli zahabi 4 denanir. Altın tilla işletidiganlarga 4 tilla belgildi. Bu mesela Şam diyarı, Mısır burada tilla işletdi. Yani Rimliklar baskan joylar. Ve ma'a zalika arzaqul muslimina ununga ketib yana ularning majburiyati musulmonlarning askarlari shu joyda turib chegara qo'yadigan unda ish qilib qolsa shu askarlarning xarajatini qilish lozim. Ve diyafatu 3 ayyam 3 kun mehmon qilishga mesela shular turayotgan joylardan musulmon yo'lovchilar o'tib ketayotgan chog'da uni yo'lda masalan tamoq berib, 3 kun qo'ndirib, aramilib, bir mashda kutilish lozim. Majburiyat bor deb shunda bekitgan deydi. İmam Malik 2
rivayet 334'te rivayet qilib, Umar ibn Xattob kana yuta bi na'min katiratin min na'mal jizya. Jizyaga topshirilgan chorva mollarni, tuga, yu, qo'y, kala. Yani Hazrat Umarning oldiga endi chorva mollar, jizyaga to'langan chorva mollar ilm qilinadi deb rivayet qilib, bunda ta'liq urahu yani azunnu demakchi. Yu'khadu min ahli jizyati fi jizya. Yani mushu chorva mollar jizya topshiradigan kishilardan jizyaga to'lagan chorva mollar deb qarayman dedi. Aslida anda pul bekitgan emasmi? Balki chorva mollarni pulga hisoblab bergan bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi qabilalarga, masalan, Bani Tag'libga o'xshash qabilalarga chorva mollarni berdiganga tutishgan bo'lishi mumkin. Qol Muhammad as-sunnatu an tuqdar al-jizyatu min al-majusi. Majusilar qarta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va xulafa rashidinlarning tutgan yo'li bulardan jizya alindi. Yani Mecusilarninki bular ahli kitobmi, ahli kitob emasmi degan masala talash tortish bor. Endi ahli kitob bo'lsa, butparast bo'lsa, mushrik bo'lsa, ilmaydigan deganda bu ayrishlar fuqaroning o'tirib talash tortish bor masala. Lekin endi ahli kitobmi emasmi degan masalada Mecusilarning aslida bular ahli kitob degan bir qarash bor. Hazrat Ali shuni aslida ahli kitobda, buning podshosi o'zining qizi bilan billolab qilib şu dindikler cezalayımız degan chaqda Adem Aleyhisselam'ı bir qo'saqdan chiqqan qiz o'g'il qarindoshlarni o'lib qo'ygan ish bordi deb bir naslida yurib, bu Adem Aleyhisselam'ning o'limi bu deb bir xil yangidan bir yana paydo qilgandek ba'na ko'rsatib yurib, belgilangan chamik kasal qilish yoki shu jild urish jazosini qilgan bo'lg'achqa Alloh taolo buning kitobini yo'qitib etgan, osmonga ichib ketgan. Yani kitobdan mahrum qilingan bular ahli kitobda degan qarashni Hazrat Ali rivoyat qilgan. Ma dinlar tadqiqotida masalan Imom Ibn Hazmning ayrim kitobi bor. Milal va Nahal kitobi bor. Buni Imom Ibn Hazm ahli kitob deganni tarjih qiladi. Yani bular ayni o'ttirib qolgan bir haqim. Ahli kitob deyilsa ahli kitob emasdak. Emas desa ahli kitobdek. Bunda o'ttirib qolgan bo'lg'achqa bu ahli kitobga o'xshash muomala qilib jizya olgan bo'ldin. Lekin ahli kitobga o'xshamaydigan yeri buning tamog'ini yegil bo'lmaydi. Ayolni nikohlab og'ilib bo'lmaydi. Farqi shu deb bunda bir xil o'ttirda hukm bekitib qo'ygan. Va daraba Umar al-jizyata ala ahli Sivad al-Kufa. Sivad degan tirilg'o ziminlar. Asli to'pini deymiz Sivad degan. To'pi degan qari bo'ldi-ku. Kufaning tirilg'i ziminlarini nima qilayotgan dehqonlarga jizya bekitgan Hazrat Umar. Alal mu'siri 12 dirhaman. Namratlarga 12 tanga, o'ttirahal dehqon bo'lib qolsa 24, baylarga 48 tangida bunda bekitgan. Bunda bekitgan chog'da sahobalar va tabiinlar shu zotlar bor so'rinditdi, ular buni inkor qilmay yoki buni qarshi e'tiroz bildirmay, bu yerda bir xil ijmo bo'lgan demakchi. Biz mushu ijmoni olamiz, bunda 3 xil darajada bekitish bor demakchi. Endi Imom Malik yuqorida tugining gapini qildi dedi. Bina'min kathiratin dedi-ku, shu jizyaga akagan mol deb qarayman degini. Fa inna Umar ibn Xattob lam ya'khudh al-ibla fi jizyatin alimnaha. Hazrat Umar biz bildigan odatdagi jizyada u tuga olgan ahvol yo'q. Ashuni tengi bekitgan, ya tilla bekitgan. İlla min Bani Tag'lib, faqat Bani Tag'lib qabilasi bular Arabning sekin nasarali bo'lg'achqa fa innahu adafa alayhim as-sadaqa. Hazrat Umar ularga ikki hissa zakat berdigan qilib, ular aslan bunda degan. Biz arablarning ichida jizya to'laydi desa, biz numus qilamiz. Bizga sab turibdi. Biz asli musulmonlar bergan zakatning ikkisini biraylar jizya to'ldi degan ma'nodan qutuldirib qo'yinglar degan ekan. Ma'qulmiz ikkisini biranglar. Ya jizyaning ikkisini yoki odatdagi musulmonlar bergan zakatning ikkisini berib, zakat turdi degan, lekin jizya to'laydi deb bir xarliqqa. Chunki jizya degan aniyadi va hum sag'irun bo'lgan ekan, biz numus qilib to'xtab turib olib, başında bekitgan. Belki şundan ağan çıkkesilgan zakatqa, tüge aldığı zakatqa. Şunda çarım mallar buluşu mümkün. Fecale dergi cizyatun. Demek çıkkesi zakat edip şunu cizyi hesabda qiygan. Fe'akhada min ibilihim ve bakarihim ve ghanamihim.
باب زكاة الرقيق والخيل والبرازين. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن الدينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرازين فقال أو في الخيل صدقة. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن إراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ولا في فرسه صدقة. قال محمد وبهذا نأخذ ليس في الخيل صدقة سائمة كانت أو غير سائمة. وأما قول أبي حنيفة رحمه الله فإذا كانت سائمة يدلب نسلها ففيها الزكاة إن شئت في كل فرس دينار وإن شئت فالقيمة في كل 200 درهم 5 دراهم وهو قول إبراهيم النخعي. Zekat-ı rakib, kul zakati, at zakati, beradin degan birdavninki köplüki bu Türk atları. Biz Türkmenning, Uyg'urning, Qozoqning atlari bor, shuni birdavn deymiz. Lekin Arabning atlarini deymiz, xayl deymiz. Arabning atlari isil qildi. Hozirmi shunda? Arab atlari shu Angliyada musobaqa o'tishdi, qimmat va isil. Atoat naslni izlab buni e'tiborlab qilgan. Birdavn degan bu salamda ancha islamas normal atlar. Sok atlardan da. Bunda atlarni. Yani Türklerning, İranlıklarning, Ajamlarning atlari degan ma'noda. Albatta uning ichida ba'zi turlari, isillari bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha Arab atlariga yetmaydi. Arab atlari qisqa masofaga tez chepishga yaraydi. Turkninki uzun masofaga uzun muddat chepishga yaraydi. Hem ya da avafil khayli sadaqa Said ibn Musayyib tabi'i şu Türk ve Parisliklarning atlari zakat berilamdi desa, ot deganda mo zakat bormi? Yani istifham inkariyan. Zakat yo'q demoqchi. An Süleyman ibn Yasar an Irak ibn Malik an Abi Hurayra anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Leysa alel muslimi fi abdihi ve la fi farasihi sadaqa." Bu Kutub-ı Sitte rivayet qilgan hadis bu. Müslümanning qulida va etida zakat yo'q dedi. قال محمد وبهذا نأخذ ليس في الخيل صدقة. Atta zakat yok. Bizim şunu tutumuz şu. Yukarıdaki seyyedisini alımız dedi. Saima bikalık otçuklardan yaylaqılda yani otlaydigan, qo'yitilgan degan ma'noda. Ev g'ayri saima yoki uyda halab bilan beqildigan bo'lsin, chiqim bilan beqildigan bo'lsin, chiqimsiz beqildigan bo'lsin, bunun zakat yok. Fakat albatta ticaret için bo'lsa, yani ot elib ticaret qilgan odamlar qolsa, bu tovar hisobida 2% zakat qildi. Buni ittifoq qilmaylar. Va amma qawli Abi Hanifa, hamda Imom Abu Hanifa bilan Imom Muhammadning qarashi o'xshash chiqmadi hozir. Ot zakat haqida. Imom Muhammad jumhur bilan billa yuqori hadisni oldi. Imom Abu Hanifa ya at meselesinde manda bir tafsilat bilan zakat alamaz. Fa in kana saima yaylaqda shuna qo'yitilgan bekalık otchi bilan beqildigan bo'lsa, yutlabu nasluha. Uni sonni avtib ko'paytirish uchun beqildigan bo'lib qolsa deganimi ya da erkak kishi aralash bo'lsa degan. Mesela sap erkak bo'lib qolsa, u kelmaydi deydi. Sap kishi bo'lib qolsa kelmaydi deyishmi? Aralash bo'lib qolsa, u chaqda zakat ilindo deydi. Imom Abu Hanifa'ning bunda jinoyat tafsiloti bor buningda. Zakat kilido İnşita fi kulli farasin dinar. Qalsan her bir atda bir tilla zakat alırsa yılda ve inşita fal qima yoki atning qiymatini hisoblaymiz. Ba'zi atlar masalan $1000 gelishi mumkin, ba'zi atlar 1 million gelishi mumkin. Shuning hisoblab makit qo'shqirdak, makit qo'ydak masalan 1 million oldig'ini bor. Yoki atning qiymatini hisoblaymiz. Yani qiymatul faras deymiz, ha. Her bir 200 tangida yani 2% demakchi. Ve o kavli İbrahim'in Nakha'i. Yani atının zakati meselesinde yukarıda rivayet geldi. Lakin bunu tushunish meselesi. Hadis sahih hadis. Muttafaqun alayh. Leysa alal muslim fi abdi ve la fi farasi sadaqa degan Abu Hanifa qanday tushunda musulmon kishi shu chaqilda Rasululloh shu yashagan shu davrda aji musulmonning cho'ng bir xizmatchisi ya bir eti masalan sahabalar Bedirga chiqqan chaqda, Uhudga chiqqan chaqda necha at atdi? Yo'q ular. Ama her birinin birdimi eti yo'qdi shu chaqda.
Lakin o'zi minadigan eti, uyda xizmat qiladigan bir xizmatchisi bo'lib qolsa, qul bo'lib qolsa, buni pulga hisoblab turib, unda zakot olish yo'q. Uyda ishlatadigan saymanda o'zi minadigan mashina, at, uydagi sayman yoki tijorat qilgan odamning do'kondagi saymonlari ishlatadigan narsa hisobida zakot olmayman degan gap. Lekin jiq bo'lib qolsa, ishlatadigandan jiq ortiqcha elish bor deydi. Abu Hanifa bunda tushungan. Amaliyotda to'g'ramdi. Sahih Buxoriyga kelgan desimi, al-khaylu li thalatha dedi. Shu bir nimasida agar uning haqqini ado qilsa deb kelgan. Agar haqqini ado qilmasa, qiyomatda aqyajindek bo'lib kelib, ashu mollari azoblaydi degan ma'noda, ya'ni iza adda haqqalloh deb at to'g'riliqmi shu zakat masalasida, ya'ni qiyomat kuni bir sonlar kalidim bizni jutgan, bir son to'gidim bizni jutgan holat kelib qolmanglar, men sizlarda ko'rib qolmayman, zakat ado qilinglar deb ondan al-khayru li-thalasa degan. Unda shu haqqini ado qilsa, ya'ni zakatini bersa degan mazmun chiqadi. Bu tarafdan İmam Abu Hanifa attımı zakat bor degan. Unda bir tilla elish masalasini Hazreti Umar bir tilla bekitgan. Davonkin bir atqa bir tilla bekitganligi bu kuchli qarash. Bir tilla 4 gram charak oltin. Mesela 1 gramni 300 koy desanlar 1500 koydek bir narsa bo'ldi. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه ألا يأخذ من الخيل ولا العسل صدقة. قال محمد أما الخيل فهي على ما وصفت لك وأما العسل ففيه العشر إذا أصبت منه الشيء الكثير 5 أفراق فساعدا. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال في قليله وكثيره العشر. وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في العسل العشر. Hazreti Umar ibn Abdülaziz müşkali bilinme attın zekat ammanlar deb maktub yozganligi, buyruq tushganligi rivoyat qilinibdi. Asaldanmi masqa. İmam Abu Hanifa'ning nazarida albatta asaldan 10% ilish bor. Qal Muhammad amma al-khaylu fa hiya ala ma wasaftu lak. At masalasi kelsak, men degandek, ya'ni men va jumhur ulamolar zakat yo'q deb qarayman. Abu Hanifa zakat bor deb qaraydi. Va amma al-asalu fa fihi al-ushr. 10% zakat qildi asalga. İza asabta minhu ash-shay al-kathir. Yani bu asal jiq bo'lsa, o'ylmasam 1 kilo 100 jon asal olib kelmaydi. Yani aşı asal çıkırdıgan nimilda, etizlikla, bağlarda asal işlep çıkırdıgan bir ahval bulup kalsa, ya asal ticaret kıldıgan bulup kalsa, o çağda zekat kilidi. 5 afraqin fasaida. Al-faraq degan bu bir xil ölçem. Yani çarak degandek. Al-faraq 6,5 kilo kildi. Eğer ticaret nimasi to'lab qolsa, 2,5% kilitda tovar hisobida. Bu shu etizligidan asal uspagan kishi. Asaldan chiqdi-ku, shunga shu kishi 10% to'laydi demoqchi. Xuddi ma zimindan olgan hosilga o'xshash, ma akhrajna lakum minal ard. Xudan bu asalmi gulqonido, gul zimda o'sgan narsa zimindan chiqqandek hisoblab 10% debdi. Lekin tijorat qilsa 2,5% kildi. Tijorat tovar do'konda sotilgan bo'lib qolsa 2,5%. Wa amma Abu Hanifa faqala fi qalilihi wa kathir al-ushr. Azwasun ko'p bo'lsin, asalning qanday bo'lsa bu ma akhrajatil ard bo'lgan ekan, azwasimi 10% zakat bor dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan asalda 10% olganligi bizga yetgan. أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خذ من خيلنا مفخم ابن مفخم خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر رضي الله عنه إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم يعني على فقرائهم وارزق رقيقهم. قال محمد القول في هذا القول الأول ليس في فرس مسلم صدقة ولا في عبده إلا صدقة الفطر. Şam ehli Abu Ubeyd ibn al-Jarrah. Şu çağda Abu Ubeyd ibn al-Jarrah Şam'da general, koşunun kumandanı.
Shu chaqda, shuna qo'mondan bo'lib turgan chaqda, Shamliqlar bizning otlarimizdan, pullarimizdan sadaqa, ya'ni zakat olgan bo'lsalar deb taklif bergan. Fa'aba unimidi. Bu hozir qadar bizning xalifalarimiz, bizning nimalarimiz, raislarimiz undan appaqmagan, qanday olma deb unimidi. Ondan Hazrat Umarga maktub qilgan ekan, Hazrat Umar agar ular beril deb qolsa, o'zligidan biz topshiraylik deb qolsa, olgan. Ondan ashulning o'zining kambag'allarga taqtib bergan, qullarga maash belgilab, qulga endi maash bergan debdi. Ya'ni to xadimin aghniyahim va turaddu ila fuqarahim bo'lgan ekan, o'zining kambag'allarga qaytirib bergan. Hatto qulab qolsa shulig'imi maash belgilgan debdi. قال محمد القول في هذا القول الأول أنه أتن زكاة ليش مسألة أشبرن ديجان جاب شو ده يعني القول الأول متى أت زكاة واجب ماس ديجان ليس في فرس المسلم صدقة ولا في عبده إلا في صدقة الفطر كله ولو قاسا عند الزكاة يفعلهم صدقة الفطر بايا كله ما صدقة الفطر نخجاين بردو دمكشي لكن ليس في فرس المسلم صدقة ديجان özüm minidgan أت زكاة yok deb düşünsek bu sel muvaffak. Hazrat Umar zamanı kadar o atның o bağlarının onda bir kıymet emas. Aşında davranış gelgen, Müslümanlığında cık at yok. Halifeliğinde at zekat elircümüge bundan evvel boğanı kiyinindin. Bu futuhatla kenip gitip mal dünya degen tökelgül tuğandın keyin Resulullah akhafu aleykum dedi o. Bunda mal dünyanın köprüsünü ensireyme. Anda kelib turgan ekan, bakar shu jamoat yassi pul kelib qoladimi? Maash kelib qoladi, ay shu nimadan nasibi kelib qoladi o'zildan. Qanikan bu tinib ketdi. Kelgankan ular atning xillarini tanlab musobaqalashgan, qildigan, so'z qildigan, shunda ortiqcha ishlar paydo bo'lgan ekan, bir at necha million ayında nima qildigan ekan. Hazrat Umarning qashida bir atning gap bo'lib qoldi, bir da'vo. Buni satqan deb, undan yandirib bu dajirib buni manch pul satqan deb necha yuz ming tengening gapini qilgan ekan. Bu atni shunda alamda sizning nimangdasi, voy buningmi jiqali necha million qoldi shu degan ekan, unda zakat beraman, uni qanday gap deb zakatni belgilgan shu. Har bir atqa bir tilla zakat deb belgilgan. Shunga atqa zakat berishmasa shu Abu Hanifaning shu kuchliq. Gerçi bunda yalnız kalan bozumu, lekin dil jihatdan beklam kuchliq. Rasulullahning vaqtida shunda az bo'lg'achqa ammagan. Hatto bir hadis olsa, afawtu lakum an sadaqatil khayl va raqiq. Afawtu degan asli vojibda, lekin men afu qilyaptim chunki sizning ahvolingiz bo'sh hozir. Hem sadaqaning 5 milyonlik başı bergan Alloh. Ya şu minidgan bo'lsa, zakat kelmaydi. Uning boshqa ortiq turdan bo'lib qolsa, iqtisodni egallaydigan bo'lib qolsa, ya tijorat qiladigan bo'lib qolsa, ya'ni musobaqa soldigan mashina, odatda ko'childi minib o'zining ehtiyojini musobaqa soldigan mashina bo'lsa kimdi? Yaqin o'zi minsa qimmat bo'lsinmi, ishlatilgan narsa savdo mayli. Masalan, mashinaning islini minsin, atning islini minsin mayli. O'zi minsa, lekin uni ya tijorat qiladigan yoki ortiqcha shunda qo'yib qo'yadigan bo'lsa, u chaqda qildi. Minsa mayli. Minsin bu minish bu yerda maqsad şu iqtisod jamiyatda rolni joriy qildi. Jamiyatda zaten şu aylansın dengep. Ha, şun minsa, şunu bijir buzulsa, şunu loyiq chiqim qiladi. Remunatchi manfaatli may qachilsa, uni nima qiladi shunama? Shunda nima iqtisod aylanadigan gap. Agar uni minmay qo'yib qo'ysa, o'chada chata. Demak, shu isl mashinani setib olgan chaqda, ay necha millionni mashina egasiga berdi-ku. Demak, iqtisod aylandi degan gap. Bu qanday yurishadigan gap. ميلا باب الركاز أخبرنا مالك حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن من معادن القبلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن إلى اليوم لا يؤخذ منها إلا الزكاة. قال محمد الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس فقيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال المال الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض فهذه المعادن فيها الخمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ركاز ركزدن كاغن
Hal tasma lahum rikza. Rakiz degan shu ziminda unda tikib qo'ygandek, patirib qo'ygandek buni ko'rsin. Undan keyin bu rakaz Hanifi mazhabının düşüncesi boyunca madan olamdı yoki burunqi kafirlar jahiliyatda ko'mib qo'ygan debi dunyo olamdı. Mesela Xotanda hozir shu kepanda o'rindirib burunqi buddizm zamonidagi gansayilni qizib altın asoflarni necha milyon tutibdiga qolibmiz. Shu rakazim definil jahiliye asaratiqa kafirlar zamonidan tortib ko'milib qolgan mol dunyo. Sanki madan mı rakaz? Buran kafirlarni ko'mgan mol dunyolar mı rakaz bo'ldi. Hanifi mazhabning qarashida. Jumhurning qarashida kafirlarning ko'mgan mol dunyolar ham rakaz bo'ldi. Yani musulmonning ko'mgani o'zcha nima bo'ldi? Loqata. Tepag'an mal oldu. Tepag'an mal. Buni egisini izlagan gapandi. Akhbarana Malikun haddasana Rabi'a. Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahmanning ismi Faruq. Rabi'a İmam Malikning ustozi mana. Akhbarana Malikun haddasana Rabi'a. Rabi'a shu Madina turib Rabi'atur Ra'i deb nom olgan. Abu Hanifani madrasatul Ra'i degan gap bor, lekin asli madrasatul Ra'i shu Madinada bor. Madinadan chiqqan asli. Ya'ni Ra'ining ko'pligidan bunda o'tirib qo'ygan qarashlarining ko'pligidan Rabi'atur Ra'i deb atagan. Abu Abdurrahmanning voqeligimiz burun bidoyatul mujtahid bir nima qilib o'tgan. Abu Abdurrahman ayoli shu Rabi'aga amildor holatda shu chaqda jihatga ketgan. 20-30 ming tillarni ayolga berib, xotinimni saqlab qo'yinglar deb jihatga ketib, 20 necha yildan keyin qaytib kelgan chaqda ot bilan Madinaga kirib, shu majlisdan o'tib, kichkina neysi bilan, dang'ada ish bilan ot bilan o'lishib kirgan. Kirgandan keyin bu Rabi'a bilan onasi uyda o'tirib, derazdan qarab, bunimda uyga bosib kirdim adam deb o yaqin vaqtda elishib, qanday gap bu uyamganing uchun besib chiqding deb tutishib dadi bo'lish kerak. Tutishib qolgan ekan, birdan tug'an ekan, ayoli derazdan qarab, "Qo'y to'xtang bilan bu dadingiz" deb qilgan ekan. Shu chaqdan da shu jamoatlar, Imom Malik shu yerda bor. Andikan ular shu kuni oilajan bo'lib mundishib atgandan bu odam pul lozim. Yangidan keldi. Xotin pulni ilonlar omonat bo'lgan ekan. Oy dadasi siz chiqib namoz o'qib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salom yo'llab, bunda bir cheyslar, unda apray degan kun ma'qul deb chiqib, namozdan keyin Rasululloh salom qilib, undan keyin da qarasa, necha halqolab dars o'qilayotgan so'rinlar ekan, shuni bir cho'ng so'rinni biz kirib o'tirganda qarayolmay, tatinib, eng oxirda kelib, unda o'tirib, endi kishidan so'raydi ekan. Bu kimning darsi deb so'rasa, Rabi'aning darsi dedi ekan. Bu sheyx kim desa, Rabi'a deydi. Rabi'a degan ismni olib, unda qarasa, bu Rabi'a o'zi yosh, 20 necha yoshda atrofda shuyuqli o'tgan, shu yerda cho'ng so'rinda dars so'zlayotgan bo'lgan ekan. Qaysi o'zining o'g'li, shuni baxo'sh olib ketib, uyga yugurib chiqdi ekan. Voy xotin, bizning o'g'il shunda yaxshi o'qibdi, katta olim bo'lib ketdi, yaxshi tarbiyalabsizlar degan ekan. Sizning o'g'illarining shunda katta olim bo'lib, bunda fazilatlik yetilishi, buni yoqtiramlar yoki necha ming tillarni bor degan ekan. Bolamning unda bo'lganini yoqtirmagan ekan. Men ash tillarni sizning o'g'illarning unda yaxshi tarbiyalanib, o'qib yetilishiga sarf qilgan degan ekan. Unda bo'lsa amonatni joyiga xijlabsizlar, zoya qilyapsizlar deb nima qilgan. Shu Abu Abdurrahman shu Rabi'aning dadasi, shu mujohid kishi shu. İsmi Farruq ve Rabi'adan ve onundan başka şeyhlerimden rivayet kıldım demeçe ve gayruhu. Başkalarını söyleyip bade. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qata'li Bilal ibn al-Haris al-Muzani. Aqta'a. Seninki de qata'a mı? Qata'a ya ki aqta'a buluşu mümkün. Bu ma'lum bir zamonda masalan bir kishilar bunda berib o'tgan. Ya bo'lib berdi deymiz go, ya bo'lib bergan. Bilal ibn Haris Muzaniga Qabaliya, ya'ni Furu' degan Madina Makka o'ttirdagi bir joyninki madan kenini shunga bergan dedi. Sen shuni qanday qizib foydalanganda. Fatilkal ma'adinu ila al-yawmi. Ashu madanlardan ta bugunga qadar, ya'ni shu Rabi'aning zamoniga qadar yoki Imom Malikning zamoniga qadar deyishim mumkin. La yu'khadu minha illa zakat. Ash madandan faqat 2,5% zakat ham ilindi. Ya'ni u rakaz muomalas qilinmagan demakchi. Qal Muhammadun al-hadisul ma'ruf. Endi Imom Muhammad yuqorqi hadisni ammay kutub-us sitta rivoyat qilgan shu muttafaqun alayhi hadisni oldi. Endi bu hadisul ma'ruf nima?
Qaysi? Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala fi ar-rakaz al-khums. Ashadisda al-ajma'u jubar wal ma'dinu jubar va fi ar-rakaz al-khums degan hadis shu. Fi ar-rakaz al-khums ay madan va jahiliyatning dabi dunyolarda shunda uchrab qolgan kishi 20% 5dan biri zakat berdi. Masalan, Xudoning qash tashlab qo'ysan shunda madan deb hisoblasa, topgan kishi 20% topshirish lozim degan mazmun chiqadi. Qila ya Rasululloh va man rakaz. Rakaz degan nima desa, al-malu alladhi khalaqahu Alloh fil ardi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Alloh taolo zaminda yaratayotgan narsa, tosh, nefit, olmos, kuma masalan, o'shanda narsalar. فهذه المعادن فيها الخمس. مشنا معدنlarda 20% zakat bor. Bu Abu Hanifa'ning va bizning fuqaholarimizning ko'pchiligining qarashi, ya'ni Kufalik fuqaholarimizning hammasining qarashi shu deydi. 15-20 yaşta Ya nikoh keskin davomlashadi. Chunki nikohni ajratiga hech qanday nima yo'q. Uzun muddat ayrılib turish nikohni ajratigan narsaning qatorida emas. Nikoh yaqinan bo'lgan muddatda bo'lgan. Uni jiqtigan nima ish bo'ldi? 20 yil ayrılib turish nikohni jiqtigan narsa emas. urush mezgilini yo'qotib ketgan. Xavalishib turgan bo'lishi mumkin. Xavalishib turib, lekin kirishda ushtum kelib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin hozir shunda bir iqlim borki, ba'zi ayollar erdan qutlanmay qolsa, 2 yil biza qechib yurib, 2 yil bo'ldi biz ko'rishmagilar, uning nikoh ajraydi deb faqat erdan qutuldigan bunda bir ish bor ekan. Bu nima bo'ldi? Ta'tish bo'ldi. Ya'ni bu taloq qilish ayolning qo'liga o'tib qolgandek. Yani ayol xalisa jirat turib bilan erda ajrashib oladigan bir ahvol. Bunda ish yo'q. Nikoh yangilash degan gap muojizsiz. Nikohni buzadigan bir ish bo'lmadi, yani og'zidan taloq degan so'z chiqmadi. Yoki ma'qul qazo xunim bu odam yutib ketibdi deb ya mancha oydan keyin ya 4 yildan keyin ahvol qarab, hukm qilib, bugundan tortib mancha vaqt o'tsa siz taloq bo'lgan bo'lsiz deb qazo hukm qilib qo'ymagan ahvolda nikoh ajraymaydi. Shu nikoh yangilash muojizsiz. Fakat o'zgalarga shubha paydo qilib dilg'ullab qala va bihi ilayhi babu sadaqatul baqar. باب صدقة البقر. أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس عن طارق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا ومن كل 40 مسنة فأوتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى أرجع إليه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ. قال محمد وبهذا نأخذه ليس في أقل من 30 من البقر زكاة فإذا كانت 30 ففيها تبيع أو تبيعة والتبيع الجزع الحولي إلى 40 فإذا بلغت 40 ففيها مسنة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة. Kalıdan qancha zakat ilinadi, nisabi qanchalik? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Yamanga qozi va muallim qilib o'tgan. Shu chaqda 30 kaliga bir tabi'a zakat ilishni buyurgan. 40 kal bo'lib qolsa musinna ilish. Tabi'a degan birinchi yilni to'ldirib, ikkinchi yil qadam qo'ygan. Shu chaqda muzay onasiga agishib manglar ekan. Shu tabi'a degan shu. Tabi' degan ma'noda. Musinna bu musinningki tishi. Shunama tishi, sog'liq. Va hiya ma dakhala fi thalitha. 2 yoshni tamomlab 3-yosh qadam qo'ygan. Demak, shunda davomlashadimda. 30 bo'lsa, uni 40 bo'lsa buni. Fa utiya bima duna zalika fa aba ya'khudha minhu shay'an. Masalan, 25 kala akib qolgan bo'lsa, unda ammagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu vaqtda bunda demagan, bir narsa demagan deb olmagan. Fatufiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabla an yaqduma Muadun min al-Yaman. Muadun, yani min al-Yaman demakcha. Imom Muhammad rahmatullohi alayhi yuqorqi hadisga asosan 30 dan oz kalorsa zakat kelmaydi. Faydagan 30 bo'lib qolsa, u chaqda 2-yosh qadam qo'ygan bir muzay elanadi. Yoki kishi muzay ya erkak muzay. والتبيع الجزاء الحولي. Tabi'a degan nima desa, bu 1 yilni to'ldirib qo'ygan muzaydi. O jazoninki qo'ylarda masalan, ya 3 kilarda 6 oyni to'ldirgan bo'lib, 6 oy bilan 1 yil oralig'ida bo'lganni jazo deymiz.
nima kalida 1 yilni to'ldirib bo'lgan, 2-yil qadam qo'ygan. Ila 40 taki 40 kalı bo'lgan qadar bir mo'zay ilindi. Fa idza balagat 40 40 yetgan chaqda 3-yili qadam qo'ygan kishi mo'zay ilindi. Va huwa qawlu Abi Hanifa wal 'amma. Munda davomlashamdi. 30da bir tabiiy, 40da bir musulmon mundar. Masalan 300, 400 lab qasım unda hisoblaymiz demek. Fama zada fa bi hisabihi. باب الكنز. أخبرنا مالك حدثنا نافع قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى زكاته. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه فيقول أنا كنزك. Kenzigen toplu olgan depi dünya. Ayette dediğo vellezine yeknizuna az-zahaba vel-fiddata ve la yunfikunaha fi sabilillah febeşşirhum bi'azabin alim. Kenzigen nima desa zakat bermey yıqqan depi dünyalar dedi. Kenzning tarifi şu. Ama zakatini bersa jiq mal dünya necha milyon toplasimi o kenz bo'lmaydi. O chaqda o vaidga duchor bo'lmaydi demakchi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu men kana malun lam yu'addi zakatahu muthila lahu yawm al-qiyamati shuja'an aqra. Zakatini bermagan mal dunyosi insonga qiyomat kuni beshi oqirib ketgan zaharlik yilon sifatida keladi deydi. Shuja degan yilon, aqra degan xuddi paynak boshlaganda tazdek. Buning shu qancha zahari bak kuchli qilib ketgan sira bosh tarafi oqirib ketgan. Lahu zabibatan. Zabibatan deganni balki ishga magan shiva deyishi mumkin yoki chikitva deyishi mumkin yoki shuni og'zini ko'pik bilan bir xil xiris qiladigan shu vahshiy holatda kelgan bo'lishi mumkin. Naytamda baklam xatarlik jidon sifatida keldi. Yatlubuhu hatta yumkinahu. Uni izlab oxiri topadi buni. Yani uni shu chaqay desa, uni hujum qilaysiz qiladigan holatda xuddi basmaydigan degamda, oldidan-da turdi. Fayaqul ana kanzur. Oldi kelib, chaqalaydigan holatda mana men seninki to'plagan mol-mulkingman deydi. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. باب من تحل له الصدقة. أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراه بماله أو لرجل له جار مسكين تصدق على المسكين فأهدى إلى الغني. قال محمد وبهذا نأخذ. والغازي في سبيل الله إذا كان له عنها غنى يقدر بغناه على الغزو في سبيل الله لم يستحب له أن يأخذ منها شيئا. وكذلك الغارم إذا كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب أن يأخذ منها شيئا. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Men tahillullahu sadaqan zakatni qanday kishilar olsa halol bo'ladi. Masarif zakat haqida. Ata ibn Yasar anna Rasululloh nama bu mursal. Lekin buni Abu Davud, Ibn Majah, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan muttasil marfu rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan: "La tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsa." Zakat 5 turli kishiga ham halol bo'ldi. Li ghazin fi sabilillah. Alloh yo'lida jihad qiluvchi. Allah yo'lida jihad qiluvchining qatorida ulamolar hajga boradigan kishi, ya'ni hajga berib, yerim yo'lda pul tugab qolgan, qaytanmay qolgan, hajni davomlashtirolmay qolgan kishi bu shu qatorda bor degan. Chunki hajmi fi sabilillah bo'lg'achqa. Yana Ibn Sabilning qatqonli bor masalan, safarga chiqib yerim yo'lda qilib qilib qaytanmay qolganlar. Albatta Ibn Sabil bo'lsa surat Tavbadagi oyatning ustidan kirdi. Mujahid g'azat qilgan chaqda o'zining endi hajlishi mumkin yoki zakat bilan qurol oziq-tulik olib o'shini Alloh yo'lida ishlatsa bo'ladi demoqchi. Avli amilin alayha yoki zakat to'playdigan xodimlar ay zakatdan maosh olib, chunki uning kirim qiladigan ish shu. Zakat olib nima qilsa bo'ldi. Avli g'arimin yoki qarzda, qarz bog'lab qolgan kishi, avli rajulin ishtaraha bi malihi yoki hamda bir boy kishi şu zakat narsini boshqa birisiga bergan bo'lsa yo bozor sotilgan bo'lsa, shuni sotib olgan bo'lsa,
O'zining pulidan sotib oldi. Bozordan olgan narsa hisobida ishlasi bo'ldi dedi. Aw lirajulun lahu jarun miskin tusaddiq alal miskin fa ahda lana. Bir miskinga bir sadaqa bergan bo'lsa, bu miskin boy bir kishiga shu narsani hadiya qilgan bo'lsa, o'sha chaqda boy kishi zakotni yesi bo'ldi. Chunki buningga hadiya sifatida keldi, zakot sifati bilan kelmadi. Xuddi masalan bariraga bir qo'y zakot berilgan desak, buning go'shti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hadiya keldi. Lekin bariraga zakot hisoblandi, bizga hadiya hisoblandi deb yegan. İmam Muhammed dedi ve bihada na'khud vel gazi fi sabilillah idza kan lahu anha ghinan. O'zi boyolab qolsa, millioner oldu. Boy adamken jihad chiqibdi. O'zining yendan hajlaydi deydi. O'zining yendan hajlaydigan narsa o'zining yendan hajlaydi. Lekin umum masalan musulmonlar ta'minot qo'mondonlik shtabdan taqtilgan yemak-ichmak, o'rlashtirgan narsa bo'lsa, undan foydalansa bo'lardi. O'zi ishlatiganimda o'zining yendan ishlatsin bo'ldigan ayatni ishlasin bunda ahvol bo'lib qolsa, o'zining iqtisod bo'lib qolsa, o'zining yendan iqtisodni o'qli. Vajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaqdiru bi ghinahu al-ghazwi fi sabilillah. O'zining iqtisodini hajlab turib, jihad qila oladigan bo'lsa, lam mustahab lahu an ya'khudha minha shay'an. Asa ancha yaxshi emas. Lekin mayli, abqasi mayli, ammo taz yaxshi bo'lmaydi. Va kadalika al-gharim idza kana 'indahu wafa'an lidinin. Birisi qarzga bog'lab qoldi. Masalan, 1 million qarzi kirib qoldi. Lekin o'zininki ba'zi uyab qo'ygan ziminlari, zavodlarini satsa 1 million pul buldigan. Iqtisodi bor. Adam bo'lib qolsa, u o'zining qarzini o'zi bergani yaxshi. Va fadlan tajfi zakat. Ortiqanda mallar olab, zakat vojib bo'lgan mallari eshib qoldigan, qarzini beradigan bo'lsa, u qarzini to'lash uchun zakat asb bo'lmaydi. Va huwa qawlu Abi Hanifa rahimahulloh. باب زكاة الفطر. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. قال محمد وبهذا نأخذه. يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى المصلى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Sadaqatul fitrni Hanafi mazhab vojib deb qaraydi. Boshqa ulamolar farz deb qarashi mumkin. Ibn Umar radhiyallohu anhu fitr zakatini ashun to'playdigan xodimga ro'zatdan 1-2 kun ilgari ivatib berdi dedim. İlallazi tujma'anda degan shu zakatni to'playdigan xodim. Shunga buraq ivatib berdi. قال محمد وبهذا نأخذ يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى المصلى. Eid namazını o'qish uchun namozga chiqishdan burun buraq bir vatkina yaxshi. Yani bu buraq bir vatishda ba'zi ulamolar 2 kun, bir hafta, ba'zi 15 kun burun berdi degan. Degani naq shunda biralik odam bo'lsa, Eid namoziga manishdan burun bamdatlar Eid namozi oraliqida masalan shunda bersa yaxshi. Agar unda qisilib qoldigan, adin topolmaydigan bo'lsa, bir necha kun burun bersa, kambag'allarni uni elib, tayyorlik qilib, bu uchun fursat bo'ldi. باب صدقة الزيتون. أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال صدقة الزيتون العشر. قال محمد به نأخذه إذا خرج منه 5 أوسق فصاعدا ولا يلتفت في هذا إلى الزيت إنما ينظر إلى الزيتون. وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله ففي قليله وكثيره العشر. Zeytin da bizim diyarimizde yok, çıkmaydı. La şarkiye ve la garbiye degenken. Kim şu Palestin, mesela Mısır, Türkiye, Tunis, İtalya mesela çıkıyordu. Sadakatı zeytun al-ushr, zeytundan 10% zekat alınmaz demişti. Ve bihi na'khud iza kharaja minhu 5 awsuqun fasa'ida. Elbette bunun bir nisabba 5 vesaqga yetgandan keyin ashunda 10% alınmaz. Ve la yultafatu fi hada ila zeyt. O yağning qancha chiqishi bilan munosabatimiz yo'q. Yağ chiqardingizmi ko'pincha? Yağ hisob emas, shu usul hisob. Ve amma fi qawl Abi Hanifa fa fi qalilihi ve kathirihi al-ushr. 5 awsuq degan gap yo'q. Az bo'lsin, ko'p bo'lsin 10%. Yoki endi sug'urilish usuli qarab 5% zakat berish bor. Mesela birisi bir kambag'alga bir zakat verdi. Bu kambag'al chiqib bozorga sotdi buni. Sizlar kambag'aldan sotib olsizlar, sizga oladi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.